Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. 785-magazinimizda bahor uchun, magazinchilarimiz uchun zo'r tovarlarimiz kelib o'tdi. Xudo xolasa Clio kompaniyaniki do'kon uchun, uy uchun xohlagan turingizdan foydalansangiz bo'ladi. Xohlagan brendingizdan topishingiz mumkin. Hamma brenddan bor. Artel, Clio, Hing assortiment ko'p. Hozirgi kunda do'konimizda shunday ochiq turganlardan birisi Clio kompaniyaniki 250 litrlik LG kompressor bilan jihozlangan. Uch taraf oynali bo'ladi. Past to'qingizdan ishlab beriladi. Bundan tashqari 7 xil skorsda ishlab beriladi. 10 ta yapoq saqlanadi. Bu ko'rib turganingizdan 3 yil garantiyasi bor, besplatli servisi bor. Agar gap topadigan bo'lsa, uyingizga borib besplatli sertifikat katadilar. Buniki shuni sandiqli xil hisoblanadi. Sandiqli bo'lganda menda sandiq o'xshab ochiladigan variant bo'ladi bu. Bu ko'rib turganingizdan ham narxlarni aytib o'tishdan bo'lsam, 3.550 ming so'm ichida olib borib dastavka etib o'rnatib ishlatib ko'rsatib berkatamiz. Dastavkalarimiz Xorazm, Qoraqalpoq bo'yicha mutlaqo bepul. Keyin Clio kompaniyaning kattasi bu Embraco motorlisi bo'ladi. LG'niki emas, Embraco motorli bo'ladi. Past to'qingizdan ishlab beriladi. Bu vitrinli hisoblanadi. Vitrinli xolodilniklarimizdan kattaroq yuradi bu. 500-600 litr hajmga ega. Eng past to'ki bularniki. Bu oyina 30 kilovatdan ham yetgandek tok yeb bormaydi. Past to'qingizda ishlab beriladi. Ekonom taraflama bularniki kuchli. Bundan tashqari bu ko'rtirganingizdan baholarni aytib o'tishdan bo'lsam, bu 600 litr, 550 litr oladi. Ebeda ko'rib turganingiz vitrinli xolodilniklardan ichi kichkina emas, buniki katta variant hisoblanadi. Bu ko'rib turganingizdan 6500 ming so'm aytib beraman. Keyin ko'rib turganingiz Clio kompaniyaniki bu gigant xilos hisoblanadi. Bu gigant xilosini polkilar ham ko'p. 1, 2, 3, 4, 5 xil polkisi bor. Buniki aro ko'rib turganingizga qaraganda katta. Bu ham Embraco motorli bo'ladi. Endi ko'rib turganingizdek, hurmatli yurtdoshlar, past to'qingizda ishlab beriladi, 7 xil skorsga ega. Bu ko'rib turganingizdan past to'qingizda ishlaydi, invertor motor bo'ladi, endi Clio kompaniyaniki. Buning baholarni tanishtirib o'tishdan bo'lsam, buni 7.500 ming so'm aytib beraman. 1 million so'm raziyatda no litrida katta ahamiyatga ega bu. Yarim santimetr bo'lsin, 1 metr bo'lsin farq etadi. Keyin Clio kompaniyaniki, Ifere kompaniyaniki vitrinalari keldi. Hurmatli yurtdoshlar, past to'qingizda ishlab beriladi. Yana 2 xil kompressiyaga ega bo'ladi. Buni ham ko'rib turganingiz sovuq taraflama, inamoniki tezroq puflab sovutib berishi ega. Ibak tarafidan muzlatib beriladi. 5 xil, yana 4 xil polkisi bor. Ferre kompaniyanikida 5 xil nusi bor. Ne Ferreniki. Embraco motorli bo'ladi, past to'qingizda ishlab beriladi. Yana litri yurib o'tishingiz mumkin. Hajm 365 litr. Ferreniki. 5 xil polkisi bor. To'y shu motor tarafidan bu ko'rganingizdagi 7 xil skorsi bor. Bundan puflab sovutib beradi, bundan muzlab beradi. Buni ham toppa shunday. Motor tarafida 2 xil motor bo'ladi. Buning ichida ham sovutib, motorni sovutib turadigan отдельный kompressor bo'ladi. Motorni sovutib ushab beriladi. Bu da ya'ni past to'qingizdan chidab beriladi, qizib qaynab ketib o'chib qolmaydi. Ibak tarafida lampochkalar bo'ladi, bu narsalar yanadi. Buni ham. Kimay shunday vitrinli xolodilniklarimiz, morozinniklarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu pastdagi nomerlarga chiqishingiz mumkin. Onlayn dastavka xizmatlarimiz ham mavjud. Bemalol kelib turib ham, zakaz berib ham olib ketaverishingiz mumkin. Telefon raqamlarimiz shu nomerni teyinda qoldirib o'tamiz. Aloqa uchun shaxslarimiz, yana nomerlarimiz. Bemalol chiqishingiz mumkin.